İbretlik hikoya. Avazda Xuncham Rozi. Bir aqlliq yaşangan buvay daraxtning ostida o'tiribdi. Tuyuqsiz bir mushukning suv tushib ketib, o'zini qutqizishga amalsiz tipirlayotganligini ko'rib qoldi. Buvay mushukni qutqizmoqchi bo'lib, qo'lini uzatdi. Mushuk tatlib oldi va qo'li yaralandi. Yana uzatdi. Yana tatlib oldi. Üçüncü qatim yana uzatdi. Yanda ko'rib turgan bir yosh buvaydan so'radi. Buva, mushuk bir qatim tatlib olganda, ikkinchi qatim qo'lingizni tanglamasligingiz kerak edi. Ikki qatim tatlib olsimi, yana ibrat olmay qutqizmoqchi bo'lyapsiz? deb so'radi. Buvay mushukni qutqizgach javob berib dedi. Balam, tatlash mushukning tabiati. Yaxshilik qilish, qutqizish mening tabiatim. Nemishqa yaxshi tabiatim bilan mushukning yomon tabiatiga yengilgudakman. Esingda tutqinki, boshqalarning san qilgan muomalasini boshqalarga qildigan muomalangning o'lchimi qilma. Maxluqotdan yonmasimi, yaxshilikqa hamon yaxshilik yanadi. Tabiatingni yaxshilashga va uni saqlashga harakat qil. Boshqalar qilgan azoringni va boshqalarning sana bergan xushalligini unutma.